Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Malibu 1.5 turbina motor 2020-yilda ishlab chiqarilgan Görturgallarizm mashinamiz. Oq rang, kraskalar top-toza. Balonlar ham ideal sostoyanida. Bilonka rashinalari bor. Mashinamizning probegi 38.000. Kraskasi toza, benzinda, holati yaxshi. 1.5. Narxi esa 260 million so'mdan ustunda kelishiladi. Hamma variantlar bor. 65-60 millionlar atrofi avtokredit chiqadi, faqat Xorazm propiskaga. Barter bor. Yetmagan pulni durib ham beramiz. Naqd pul bo'lsa albatta ustunda kelishiladi mashinamiz. Kiliti chandadi. Salon qismi ideal sostoyanida. Qiziquvchilar bo'lsa telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat etib kelaverasizlar. 260 million so'mdan kami bor. 2020-yil 1.5lik Malibu 2 avtomobilimiz sotib qo'yildi. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videomizga bir like bosing. Hammaga rahmat. Bosinglar.